Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana bugun 2026-yil 13-yanvar. Xudo xolasa sizlarga egaladan Zo'rindan Matiz avtomobili geldi. Obzor etib berib ketamiz. Mashinamiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan eksport variant bo'ladi. Tanishtirib o'tadigan bo'lsak, yetdik bo'lmasa. Mashinamizda 4 ta yumshoq polotli ustanobga qilingan. Ko'rib turganlaringizdek, zang chürük yo'q. Kuzupuna geladigan bo'lsak, zang churiklari bir qator ishlanganda turibdilar. Ustanozga kelib bemalol tekshirib xarid qilsangiz da bo'ladi. Mashinamizning durish holati zo'r. İçki saz sinesi, değişik saz sinesi umuman zo'r. Saz sinesine gap yo'q mashinamizning. Gelib bemalol ustalarınız bilan tekshirib xarid qilib kelsangiz da bo'ladi mashinamizni. Mashinamiz benzinde bosib o'tgan masofasine geladigan bo'lsak 145 bin kilometr yurtibdi. İçki salonini ko'rib o'tadigan bo'lsangiz yana linolen, chipol, polik Zo'rindan Bakasına geladigan bo'lsak mashinamizni 22 milyon so'mga qo'yib beramiz. Srochniy sotiladi mashinamiz. Kelasizlar qushni toptadan xarid qilib ketaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa bir like'larni bosib, obuna bo'lib ko'rishni unutmaymiz. Azizlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' olun, salomat olun. Shuning ne'mati sizlar birga yurtdoshlarimizga srochniy tashlab berasizlar bu videoni. Salomat olasizlar.